Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun 13-aprel sanasidan Samarqand mashina bozoridan Matiz narxlarini qo'ldan kelgancha yoritishga harakat qilamiz. Albatta ko'ringlar, bozorda narxlar tushganmi yoki ko'tarilganmi. Albatta bu videoni oxirigacha ko'rsangiz bilib olasizlar do'stlar. Matiz Best 3 talik, xullas hammasidan bo'ladi. Oq, qora, metallikka, mollochni hammasidan bo'ladi. Navrot qilinganlari, qimmatlari, xullas aralash holatda. Oxirigacha ko'rsangiz faqat narxlar haqida tanishib olasizlar. Dehqonlardan, olib-sotarlardan, xullas birin-ketin hammasini bosamiz do'stlar. Albatta, mehnatimizni yaxshi qadrlagan holatda like-chani bosasizlar va kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldirasizlar degan umiddaman. Birinchi bo'lib ko'rsatadigan Matizimiz sizlarga Matiz Best 2009-yil ekan. Tanlashda adashmang. Ko'p yillik tajribaga ega sof savdo internet magazini sizlarga tabiiy va sinovdan o'tgan mahsulotlarni tavsiya etadi. Bizda faqat erkaklar uchun emas, balki ayollar uchun ham mahsulotlar mavjud. Masalan, yuzdagi qora dog'lar, qorinni kattaligi va semizlik, sochlarni har xil taraganda to'kilishi, immunitet tushib ketishi, sepkil va ajinlarga qarshi, yoshartiruvchi kollagenlar, qomatni tortib turadigan bandajlar, kista, mioma va sistit. Bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlarni topishingiz mumkin. Butun Rossiya va O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. Xo'p, ko'ramiz hozir bir pochtadan hammasini. Assalomu alaykum. Amaki, bitta ko'rsamaylik mashinangizni. Xo'p, ko'ramiz Matiz Best. Yil necha ekan? 2010. Deflektorlar qo'yilgan ekan, monitorlar bunaqa xrom knopkalar qilingan, o'zgartirilgan ekan, ko'rishingiz mumkin. Chexol poliklar, tomlar, obshepkalar. Shumkalari ham bormi aka? Hammasi bor. Pulti bor, xudolasa. Pulti ham bor. Xo'p, mana karmetal diska, yo'lga ballonlar qo'yilgan ekan. Mashina propan gazda turibdi, gidravlika. Juda yaxshi. Xo'p, nech pul so'rabsiz amaki bunga? 3800. Kraskasi qanday buni? Shu arqa krilo, ha? Arqa krilo, ha? To'g'rimi? Bo'zga mana bu yer. To'g'ri, kraskasi bor. Boshqa yo'q, ha? Xo'p, mashinamiz faqat bamperchasi qirilgan joylari bor ekan, ozgina mana bu yerda chaqa-chuqa joylari bor ekan. Bitta mayda juda urilmagan, chiroyli holatda. Xarajati bormi amaki? yo'q. Yo'q, ha? Xarajati yo'q. Olib minadi faqat. Olib minadi. O'g'lim minadi. Tamam, bir ishxonaga ketadi, keladi. Ishxonaga ketib keladi, tamam. Boshqa o'g'irishlarni qilmaydi. Yo'q, bozor. Juda yaxshi. Nech pulga beramiz? Amaki, kelishtirib narx aytaylik. Bozor kuni tushyapsiz. Ko'rasiz. Bozor ertalab 3400 qildi. 3400 qildi. Nima qilamiz? 3400 qildi, bermadi. Ku amaki, amaki zo'r qildi-ku. Ertalab tamam qildi. 3500 bersin, olsin kun bo'lsin. 3500. Ozmi o'sishamizmi? Ozgina. Yo'qmi? Shumi oxir? 4 ga bermadi. 4 ga beramiz, 5 ga beramiz, hammasi. Ha? 5 ga bermoqsiz. 5 ga beramiz. Yaxshi. O'z qayerdansiz amaki? Hazorada o'tiraman. Hazorada turasiz. Yaxshi, telefon nomeringizni aytib boring. 90lik. 90lik 224 224 35 68. 35 68 nomerlarga murojaat qilasizlar. Variant qilsak bo'ladi amaki? Yo'q, Yo'q, shu Samarqand shahridan bo'lsa-chi. Beramiz variantcha qilib. Yo'q, faqat narx. Tushunarli. Ishlaringizga omad amaki. Telefon qilishadi. Hop, davom ettiramiz do'stlar, davom ettiramiz. Samarqand mashina bozori, Matiz narxlari. Oxirigacha ko'ringlar. Hali hammasi oldinda, xohlasa. Qo'ldan kelgancha o'zimizga yoqqan mashinalarni olishga harakat qilamiz. Amaki, assalomu alaykum. Bitta ko'rsam maylimi? Mayli, bemalol ko'ring. Nech pul ekan bu? Yil necha? Matiz Best 2010. 178 ming probek ko'rsatyapti. Halolmi? Probek halolmi? Ha, yaka bunaqa ekan. Do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Shumkalar qayerlar bo'lgan? Amaki? Shumka qayerlari bo'lgan? Shumka. O'zi bo'lishi kerak, shef faqat. Faqat sher, ha? Tabletga qo'yilgan ekan, propan gaz. Juda yaxshi. Kamchiliklari yo'qmi mashina? Yo'q. Kamchiliklari yo'q ekan. Xo'p. Motor moymaydi, to'g'rimi? Nech pul so'rabsiz? 3,5 deymiz, kami bor. 3,5. Parallel do'stlar. Qancha oxiri? Amaki, kelishtiraylik. Olar yo'ldan kelishtiramiz. Ayting qani? 3200. 3200. 3 dan pastda. Yo'q, 3 dan pastda. Bering, so'tishingku yo'q. 3 ga berasizmi, qatabi?
3. Qarang shunday chaqtirib sanab ketsa. Nima qilamiz? Beramiz, ha? Beraylik. Beramiz. Bering, amaki. 3 ga shokolad narxi, to'g'risi agar bersangiz. Beramiz, xudo xolasa. Beramiz. Telefon qilishsin, ha? Bo'ldi, gap yo'q. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. Ne olsun? Telefon nomerlarini ham aytamiz. Telefon qilasizlar, kelib ko'ringlar, aytib qo'yinglar. 94'lük. Necha? 94'lük. 94lik 010 010 94 44. 94 44. 44 raqamga Ilyoschi. Qaydansiz aka? Cuma bozor. Juma bozordan ekanlar. U yo'g'ini telefon qilib tortishinglar faqat maza qilib. Charchaman aka. Xo'p, buni ham bitta ko'raylik. Sizdanmi? Bitta ko'rsak bo'ladi, ha? Xo'p, yil nechi buni? 2010 yil aka. 2010. Xo'p, Matiz Base, to'g'rimi? 145 mingdan ziyod probeg. Halol, ha? Halol. Salon ishlarini ko'rishingiz mumkin. Aksiyalari chiroyli ekan. Xo'p, chexol yo'q, policha tashlab qo'yilgan. Kamchilik bormi? Yo'q, kamchilik yo'q. Kamchilik yo'q. Shumka bo'lgan. Shumka bo'lgan. Hamma joy, ha? Tepa pas. 4 eshik shumka bo'lgan. 4 eshik. Pioner kolonkalar. Pioner kolonka. Salon. Bu originalmi? Ha. Original, xulosasi. Xo'p. Propan gaz. Tabletka pastda turibdi. Oldi pechat so'ylari butun. Suyaklari butun, hamma joy pechat oldi orqasi. Kraska. Krilo kapot yuzida bor ekan, lekin ishlari butunda. Krilo, kapot. Kraskasi bor ekan. Juda yaxshi. Xudo xolasa DTP bo'lmagan. Yo'q. Necha pulga beramiz buni? 3600 deyamiz. 3600. Kelishtiraylik aka. Kelishamiz. Ayting, 3 dan pastini gapiraylik, nima qilamiz? To'g'ri kelmaydimi? To'g'ri, shuni to'g'ri keltiraylik. Mayli. 2700. Beramiz, shittir sanasi shuni. Shuni to'zi qilsa beramiz. 3000. Ha, Undan pasti yo'q. Variant qilamiz, nima qilamiz? Qarz narsa. 21,5 bo'lsa agar hakam qilsak bo'ladi-da. 21,5 desa, yo'g'ini variant desa bo'ladi, ha? Ha, yo'q. Qaydansiz? Samarqand shahar taxta bozor. Samarqand shahar taxta bozordan ekanlar. Telefon nomer 95 95lik 760 760 10 10 03 raqamlarga murojaat qilasizlar. Kelishamiz yo'g'ini. Xullas, telefon qilasizlar, yo'g'ini kelishadi. Charchaman. Xo'p, davom ettiramiz. Mana bu qizilni bitta ko'raylik. Kimdan ekan bu? Qizil Matiz. Opalarimiz uchun juda ajoyib. Egasi mana shu. Tepasi qora ekan. Taniroq bitta ko'raylik, dalishib bitta davom ettiraylik. Qani ko'ngilga yaqin mashinalar bormi? Tamakimizni bitta mashinalarni ko'raylik mana shu yerda. Laykchani bosasizlarmi do'stlar? Amaki bitta ko'rsa mayli mashinani. Assalomu alaykum. Xo'p, gidravlika yil necha ekan buni? 2008. Motor qadavoy nima deyapti? Motor yaqinga qilingan. Yaqinda qilingan. Qadavoychi? Qadavoy ham birga qilinganda, Birga qilingan. Tumanka ko'ryapmiz. Balon yangi, ha? bola yangi. Entro balonlari. Entro GoPro. Xo'p. Lyuks varianti. Gazi yo'q, benzin. Juda yaxshi. 189 ming probeg ko'rsatyapti. Audio sistema. Yurgani halolmi amaki? Halol. Yurgani halol. Tepa shoxchalari ko'ryapmiz. Kraskachi amaki? Kraska biz ham yaqinga bir 6 oy bo'lib olganimizga Sizlar qilganingiz yo'q. 6 oy ichida o'zlari qilinmagan ekanlar. Hozir oldindan bitta ko'ryapmiz, mana shu yerlarda kraska bor ekan. Oldgina mana bu yerda turtilgan, lekin uncha qattiq emas. Kraska bo'lgan, biz tegishganimiz yo'q. Qanday bo'lsa shunday turibdi-da, organizmda. Juda yaxshi. Kapotda bor. Kelib usta bilan ko'rsatib olsangiz bo'ladi. Mana shu yerlarda o'zini kraskalari bor ekan. O'zim qo'ldan kelgancha ko'ryapman. Yog'ni usta bilan bitta sinchiklab ko'rasizlar. Xo'p, amaki, buni qancha beramiz? Buni Kelishtiraylik el qatori qilib buni endi. kelishtiramiz. Qancha? Bo'lgan bo'lsa Qancha so'rabsiz? Yil nechi dedingiz? 2008. 2008. Necha pulga beramiz? Uchtalik. 28 million berishsin. 28 million. Yana oz-mozlikni beraylik. Bu endi baribir xarajat qiladi-da, u yoq bu yoqlarni ko'ryapsiz. Oladigan odam telefon qilsa, gaplashamiz. 25 dan pastda bo'ladi, ha? 25 ga bera olmaymiz. 5 ga ham bera olmaymiz. Yo'q, bera olmaymiz. Qo'shish kerak, ha? Qo'shish kerak. Qo'shishi kerak. Juda yaxshi.
Xo'p, biron kamchiligi bormi hozir? Bilmasam, biz minib turibmiz yaxshi hozircha. Skorost kirishlari yaxshimi? Hammasi yaxshi. Hadovoy taqat-tuqlar yo'qmi? Yaxshi, ha? Yurishi yaxshi. Yurishi yaxshi. Yomon emas. Aybi shu benzinda. Benzin, ha? Endi kimdadir benzin ham yaxshi deyishadi-ku. Yaxshi, kelishtirib beramiz. Telefon nomeringizni aytib boring. 93lik 93lik 350 350 79 76. 79 76 raqamlarga murojaat qilasizlar. 28 milliondan pastga kelishaverasizlar. Charchamayman aka. Xo'p, davom ettiramiz. Hisoblashlar. Bitta ko'rsatmaylik aka. Assalomu alaykum. Yil nechi ekan? 2010. Qancha yurgan yil nechi? 135 ming. 135 ming halol, ha? 2010. Mafon Xitoychasiga taomlari bunaqa obshivkalar qilingan, chiroyli materiallar bilan. Xo'p, chexol poliklar taqilgan. Chexolimiz ozgina kir holatda, lekin bitta moygacha qilish kerak. Juda yaxshi. Shumkalar bormi yo'qmi? Yo'q. Shumka qilinmagan. Xo'p, balonimiz charmxo, yangi pachka balonlar qo'yilgan ekan. Qalpaklarda turibdi. Hadovoy motorlari qanday? Motorlari yaxshi, hadovoy o'rtachasi. Hadovoy o'rtacha. Motor yaxshi. Moy yemayapti, ha? Yo'q. Propan gaz, gidravlika chiroyli holatda. Biroq xarajat bormi o'zi? Mayda shuda. Shunday bo'lishi mumkin deyapti. Xo'p, eshigimizni qaraymiz. Eshigimizda shpaklovka yegan, lekin bu yerda hozir treshina bergan. Buni bitta sozlatish kerak mana shu eshikni. Xo'p, yana kamchiliklar. Xo'p, bu tomonlarimiz yaxshi. Yomon emas holatlari. Shu. Xarajatimiz shu bo'libdi hozircha aka. Shu aka. Xo'p, necha pulga beramiz aka? Kelishtiraylik. El qatori qilib aka, bozor narxida. Qanchaga beramiz? 33 deb kelishtiramiz aka. 33. So'ng Qancha oxiri? oxirimi? Oxir shu bermagan narxingizni ayting aka, shu odamlar telefon qilib shuni olib ketishsin aka. 28 desa beraman. 28. Yana ozmoz aka. Ozmoz tushalik, ha? Taqilgan. Taqilganimi? Tusholmaymizmi aka? Ozgina bo'lsa, 1 million. Tushamiz, ha? Ko'ramiz aka. Ko'ramiz, ha? Qaydansiz? Narpay tumani. Narpay tumanidan ekanmi? Xullas telefon qilinglar do'stlar. Moshincha menimcha bosib olish kerak. Ozgina kamchiliklari bor, lekin mana shu ko'p pulga tushmaydi. Obshivkachalar shunday qilingan, ha? Gap yo'q. Telefon nomeri aytib boring. 88lik 88lik 858 858 58 25 58 25 25 raqamlarga murojaat qilasizlar. Kelishamiz, xudo xolasa, aka. kelishamiz. Charchamang. Xo'p, davom ettiramiz do'stlar. Xo'p, bitta ko'ramiz dehqonlardan aytganlaridek bitta sizlar uchun yaxshilarni olishga harakat qilaylik. Assalomu alaykum. Aka, bitta ko'rsatmaylimi? Yesib yurang. Yil nechi ekan? 2010 yili. 2010. Xo'p, yurganimiz 207 ming. Halolmi? Halol. Xo'p, salom. Chexol poliklar yaxshi holatda. Tepa bagajlarimiz qo'yilgan. Necha kilo ko'taradi bu? Ko'taradi aka 100 kilo. 100 kiloni ko'taradi, xudo xolasa. Juda yaxshi. Xo'p, arqalarini ko'ramiz. Kraskalar qanday? Kraskasi bor aka. Qancha? 30% bor-da. 30% bor ekan. Xo'p, ozgina chirigan joyimiz bor ekan bu yerda. Mana diskalar, baliq holatlarini ko'rishingiz mumkin. Propan aka. Metan. Ozgina vakuumcha joylari bor ekan bu yerlarda. Ozgina shilingan joylari ham bor. Qayda shuda. Metan, gidravlika. Motor nima deyapti aka? Moy yemaydimi? Yo'q, yemaydi. Yo'q yemaydi. Javob, ha? Xo'p, pultimiz bor menimcha. Mejigarda bor. Mejigar pul tushasi bor. Aka, nech pulga beramiz buni? Nech pul so'rabsiz? 2900 yapman. 2900 dollar. Aka, kelishtiraylik aka. Kelishiladi. Ha? Qancha qilib beramiz aka? Bozorni ko'ryapsiz narxini. 2800, 2200 bo'ladi. Aka, salyanini tutib beraylik. Sotilsin shu mashinani ushlab turmang bunaqa. Ha? Sodaladi. 2200. Bo'ladimi? Shittir sanasi. Dollar desangiz dollar, so'm desangiz so'm. Aka, farqi yo'q. Yo'q, bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Kamda. Qancha kam? 100 mi? 200 Ha? 200 kamda. Aka, unaqa narxga sotsangiz to'y qilishingizga to'g'ri kelib qoladi-ku, aka. Bo'ladi aka. Bitta aka, sotilmagan narxini ayting bo'ldi aka. 2700 bo'ladi. 2700. Aka, 2,5 qo'yaylik, yana kelishamiz. Bo'ladimi? Bo'ladi. 2,5 ming dollar. Do'stlar, 2,5 ming dollar mana o'sha.
ya'ni aka bilan telefon qilasizlar, tortishasizlar, minasizlar, mazza qilasizlar, keyin yo'qni davom ettirib pulni shitir sanab aka Shunday. olib ketaverasizlar. Variant qilamizmi aka? Yo'q, naqdga. Faqat naqd. Qaydansiz? Chelak. Chelakdan keladi. Telefon nomeringiz? 94lik 94lik 273 273 54 91. 54 91. 91. Motor, ходовой коробка hammasi shitir. Javob aka. Javob. Gap yo'q, salomat bo'ling. Mayli, xo'p, do'stlar, Samarqand mashina bozori mana ancha minutdan bo'lib ketdi. Albatta, sizlar uchun harakat qildik, layklarni bosasizlar. Menimcha yomon emas do'stlar. Narxlar ancha arzonlarni ham olib qoldik. Narxlarni olib qoldik. Hozir bitta ana shu navorot qilinganini bitta ko'rsatmasam menimcha bo'lmaydi. Qaranglar, qancha chiroyli qilingan ekan. Kimdan aka mana bu? Chidami? Hamma kelib aka, huzurda bitta ko'rsam maylimi, syomka qilayotgan edik. Huzurda uyg'otib bordik. Yo'q, gap bilan. Xo'p, Matiz Best, to'g'rimi? 2016. Fiat oynalar qilingan ekan. Lux konditsioner, gap yo'q. Konditsioner ishlaydi? Ishlaydi hammasi. Gap yo'q. Marvel rollar qo'ygan ekan, tablochamiz chiroyli holatga keltirilgan. Monitorlar, deflektorlar, mana bu yerda chexollar taqalgan, soatlarni ko'ryapsizlar. Tomimiz alikantaralar qilingan, chiroyli holatga keltirilgan, eva poliklar tashilgan, chexol poliklar, podlokotniklar. Shuncha chiroyli holatda turibdi. Shumka qilinganmi? Polni shumka. Hamma joy shumka. Xo'p, bu arkada pioner kolonkalarimiz turibdi. Xo'p, arqa stoplar hozir aytganimizdek, o'zgartirilgan, mana chiroylisidan qo'yilgan. Karmetal diski, mana ballonlar. Mягкие ballonlar. Xo'p, Matiz Best. Propan gaz tabletka. Motor moy yemaydi, to'g'rimi? Gap yo'q, mana qaranglar. Farali do'stlar, past tomankalar ham bor ekan. Xo'p, qancha yurgan mashina? 187 ta bo'ldi o'zlik. 187 ming halol o'zini probek. Любой stolarga ko'rsatib olsa bo'ladi, to'g'rimi? Gap yo'q. Любой stolarga ko'rsatib olsangiz bo'ladi mashinani. Xo'p, telefon nomeringizni aytib yuboring. 90lik 90lik 250 250 32 32 28. 28 raqamlarga murojaat qilasizlar. Xo'p, qayeri mashinasi bu? Samarqand shahar. Samarqand shahar mashinasi. Biroz telefon qilaverasizlar, amakimiz bilan yana gaplashib olasizlar. Variantlar bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'ladi. Qancha boshdan bersin? Kelishamiz. Kelishamiz, ha? Charchaman aka. Xo'p, xullas telefon qilasizlar, kelishasizlar. Mashinalar menimcha yomon emas holatchalari. Bironta avtomatini o'zi ko'rsam albatta sizlar uchun hisobga qilamiz. Chunki avtomatning ham fanatlari bor, birikta. Shuning uchun bitta ko'rmasak bo'lmaydi. Bitta ko'ringlar, menimcha sizlarga yoqadi. Hozirgina bir ko'rib chiqdim. Menimcha yomon emas. Bitta ko'ringlar. Navrotchalar bilan chiroyli holatda turibdi. Metan taqilgan ekan. To'rtalik motor. Ko'rsatish mumkin. Aka, motor, ходовой коробка qani? Javob aka. Javob, 100%. 100% javob deyishyapti. Xo'p, past tumankalar light. Light qilingan ekan. Juda yaxshi. Ko'rishingiz mumkin. Pultlari bor. Balon holatlari ham yaxshi holatda ekan. Kalpaklarda shumka bormi? Shumka qilinganmi? Shumka qilingan. Tak, tepa, ton hamma joy. Billahi, zo'r-ku aka. Yo'raveribsizlar aka. Chexol polliklar, yangisi 472 mingdan ziyod probek. Pioner mafonlar, mana originalda bosilgan ekan. Hop. Do'stlar, bu lyuks varianti do'stlar. Hamma oynalari elektronli. Ko'rishingiz mumkin. Arqamizda bunaqa kolonkamiz ikkita pioner turibdi. Bu ham original, ha, xudo xolasa. Original. Metan gazimiz, pastda zapaskamiz ham joyida turibdi. Juda yaxshi. Kraskasi qanday buni? Kraskasi Elbirada bor. Yo'q-yo'qlarda bor. Qancha? Bir 40 mi, 50 mi? 30% da bor. 30. Mo'sh tirqam chiqishi mumkinmi? Almashgan detalchi? Yo'q, unaqa. Yo'q, ha? Udari yo'q. Udari yo'q. Chiroyli holatda. Buni necha pul so'rayapsiz aka? Bu kelishtirib. Ha? 3400. 3400. Aka, kelishtirib narxiga qanchaga beramiz? Narx bo'lsa 3000 ga beramiz. 3000. Yana tusha olamizmi? Pastga. 1,5 ming puli bo'lsa, qo'ygan oymoyga kelishib ham 1,5 ming puli bo'lsa, oymoyga kelishsa bo'ladi, xudo xolasa. O'zini bo'lib beradi, xudo xolasa. O'zini bo'lib beradi. Do'stlar, telefon qilinglar mana shunaqa chiroyli variantda. 4-5 oyga juda yaxshi. Pul mindirilmaydi, shuni bo'lib bersangiz bo'ladi. Yaxshi, qayerdansiz? Katta qo'rg'ondan. Katta qo'rg'ondan ekanlar.
Xo'p, telefon nomeringizni aytib qo'ying. 99lik 99lik 242 242 28 88. 2888 raqamlarga murojaat qilasizlar. Do'stlar, fikrlaringizni yozib qoldiringlar, qanday natijchalar. Xo'p, bunisi kimdan aka? Bunisi ham Sizdan, ha? 2011 yili. 2011. Metani bor ekan buni. Bitan motor ходовой коробка javob. Motor ходовой коробка javob. Yaxshi, gidravlika, ko'rishingiz mumkin. Kamchilik bormi aka mashina? Kamchiligi yo'q. Kamchiligi yo'q. Chexol, balon, hamma narsa qo'yilgan. Bars balon, polik. Kapaklarda chexollar, poliklar mana ko'rib turibsizlar. 249 mingdan ziyod probeg ko'rsatyapti. Audio sistema zavodskiy uzunligi ekan, salonchasi yaxshi holatda ekan. Yurgani uzun ekan. Yaxshi, metan. Zapaskasi ham bor pastda. Buni kraskasi qanday? 20% chiqadi. 20% chiqadi. Juda yaxshi. Buni qancha beramiz oxiri? Kelishtirib ayting aka. Uni 3600 deb tushib beramiz. 2000 pul bo'lib beramiz nasib. 2000 puli bo'lsa nasiyaga beramiz. Naqdiga bo'lsa aka kelishtiring, bozor narxi bo'lsin aka. 2,5 bo'ladimi? 2,5. 3200 qilib bera olamiz. 3200. 3 dan o'tib beraylik aka, kelishtirib. 3 ham bermaymizmi 3 ga? Yo'q. Shunchalik qadrlimi aka sizga? Yo'q. Xullas 3000 deydilar. Teparoq deyishyapti-da. Yo'qni gaplashasiz. Aka, telefon nomer qaysini qo'yamiz? O'sha nomer. Boyaki nomer, ha? O'sha nomerlarga telefon qilasizlar, mana ikkita Matiz, Best, Matiz ustalik bo'lasizlar. Kelishib olasizlar. Aka, charchamang. Biz davom etamiz. Matizlar, mana bu yerda hozir odamlar ko'ryapti, bu yerda cho'ta. Odamlar ko'payib ketdi, bu Matizlarga. Bitta ko'rmasak bo'lmaydi. Aka, Matiz. Aka, mahsulotni qaradim. Necha ekan yili bu? Safed 5 ta. Prostoy ekan do'stlar. 85 ming yurgan ekan. Mana bunaqa mafonlar, salonchilar ham chiroyli holatda ekan. Buni ham hozir egasidan so'raymiz. Hech bu qanaqa? Sizlar uchun chiqaramiz. Karmetal diskalar bilan turibdi. Xo'p, Bia firmasida. Bunaqa charm balon. Baloni ham yangidek ekan. Yurgan bo'lsa juda kam ekan mana shu. Chiroyli holat. Xo'p. Mana bunaqa. Lavovalar qo'yilgan ekan. Sonsiz zashitni. Ko'rsatamiz. Xo'p, propan gaz, gidravlikasi yo'q ekan. Bunday hozir egasi bilan chaqchaqlashamiz. Aka, bu yilnichi? Yili 2013 aka. 2013 ha? 13. Juda yaxshi laytlar qilingan ekan. Motor ходовойлari qanchalik? Qanchalik yo'q. Kraskasi-chi? Kraskasi aka bitta orqa eshigiga maydagina petnochasi bor. Maydagina petnochasi bor, boshqa joyda yo'q ha? Joyga yo'q aka, lipo ustoblar kelib ko'rsatma qilaman, tanglar aka. Bu ustolarga ko'rsatib, o'shalar bo'ladi. Akamiz buni necha pulga beramiz aka? Aka $3800 deyapman akajon. $3800. Kelishtirib beraman, mana obunachilaringizdan kelishsalar agar kelishtirib beraman chiroyli. Tochka qo'yaylik aka, qancha bo'ladi? Tochka shu. Bermaganlar qancha? Obunachilar uchun. Obunachilaringiz uchun bermaganim men aka 400 ga bermaganim. 3400. Beramiz, ha, xudo xolasa. Kelishsin agar endi bundan pastiga menga Ko'sti bormi, ha? Bir beraman aka. O'sha bermaganiga beraman. Bermaganiga beramiz. Xolasa $3400 do'stlar. Bermagan narxiga beraman deyaptilar. Xullas akamizga murojaat qilasizlar. Aka, buni telefon nomeringizni necha aka bunga qo'ying? 95 771 53 54. 95 771 53 54. 53 54. Bular ham mana bunchasiniki, ha? Ha. Akajon, bular ham 2010-yil aka. 2010-yil. 2010-yil. $3400 deyapman aka. 3400. Ha, kelishdi. Propan gazi bor. Propan gazi bor. Motor, ходовой, коробка, hech nima xarajati yo'q aka. Olib faqat minadi, ha? Oladi, minadi faqat aka. Karmetal diskalar bilan mana charm balonlar chiroyli holatda ekan. Kraskasi? Kraskasi aka mayda 3-4 ta bor. 3-4 ta mayda shuda bor deyapti. Qaranglar, bitta salon ichini ko'ramiz. Deflektorlar ham joylashuviga bitta e'tibor qaratamiz.
Endi Matiz'i bor akalar, bitta ko'ringlar, mana bu deflektorni ba'zilar vashshi unda ko'rsangiz, vashshi aytishga sal xijolat bo'lyapman. Yomon qilishadi. Ana shunaqa joylashtirsangiz juda chiroyli ko'rinadi. Qaranglar, zazorchalari, chiroyli holat. Ana bunisi ozgina zazori kattalashtiribdi. Menimcha buni ochib yopganlariga ozgina zazor ko'rinib qolgan. Shunaqa chiroyli holatda joylashtirsangiz asli zo'r ko'rinadi do'stlar. Bizni 40 mingdan ziyod probeg ko'rsatyapti. Spark lo'chalar qilingan. Xo'p, mana bunaqa barchamiz qo'yilgan. Marfonlari bor, chexol poliklar, mana bunaqa massajyorkalari bor ekan do'stlar. Mazza qilib berasizlar. Xo'p, shuncha yo'q do'stlar. Arqalari ozgina bunaqa joylari bor, shilingan joylari mayda juda. Shunaqa holatda. Xo'p. Buni tochka qancha bo'ladi, xudoolasa? Endi o'zi buni o'zi kam deyapman. Nech pul deyapsiz aka buni? 3400 deyapman, kelishadigan joyi bor. Aka, obunachilaringizdan kelishsa agar, 3100 ga beraman. 300 minus aka. 3100 ga beraman. Yana ozmoz chiqadi aka. Yo'q akajon. Bozorga qarab. Endi akajon, bundan ko'p dunyo qo'yib bermaydi. O'zingiz bilasiz, shu bozorga yuribsiz, ishlab yuribsiz-da aka. Bunga qo'yamiz, bir ish xarajatlarini qilamiz, ballarni pulini bir so'm, yarim so'm qo'yamiz, chuqur qotamiz, shu uyga bekor o'tirmaslik uchun. Tirikchilik akajon. Shunaqa. Lekin moshinchalar kelish uchun aka, bitta Damazga Jestianchik, elektrik, motoris, hadavis hammasini olib kelishsin. Mening uyim kolxoz Pobedaga. Shunda kelish uchun ko'rib ma'qul bo'lsa, osmani 7 ta 8 ta moshin bor aka. Ichidan zo'rini tanlab olasizlar. Hammasi zo'r aka lekin. Chotka. Chotka. Hammasi zo'r. Akalar, ishonchli odam akalar kelib, ustalar bilan kelinglar iltimos. Ustalar kelib ko'ringlar, moshinchani yoqqanini chertib kelishib olaverasizlar. Bunga ham tumankalar, mana bunaqa light farachalar qo'yibdilar. Chiroyli holatda ekan. Xo'p, yana davom ettiramiz. Bular ham sizdanmi aka mana shular? Bu yoqdan kel. Bu tomonda akamizga bitta ko'rsatamiz. Keyin yo'g'idan yana davom ettiramiz do'stlar. Akajon, mana Matizimiz 2009-yil Best Matizimiz bu. Matiz Best. 2009. 2009 aka. Motor qadavoy qanday bo'ladi? Motor, xadavoy, ga tashvishi yo'q, ishi yo'q aka. Ishi yo'q. Ishi yo'q. Metan gaz aka. 4 ta balon yangi aka. Baloni ham yangi. Qaranglar, qanday akamiz mehr berib turadi. Charmxo balonlar qo'ygan ekan. Udar DTP bo'lmagan hech qanday. Qattiq udari yo'q. Buni ham tomdan pastiga mana shu o'zi bilinib turibdi. Bu metallika rang, ko'p yoqdan bu yoqdan qirilsa, kraska qilasi bilinadi bu. Shuning uchun bunga nima bo'lmaydi. Motor, ochaymi bitta motor xona? Mayli, bitta ko'rsak. Gidravlika bor-a buni? Bu polni best bor, hamma fullik. Fullik, ha? Gap yo'q. Mumkin metal, akanchilik qilingan, xulosa. Olib minadi faqat. Olib minadi akajon. Qadavoylari zo'r. Qadavoy, motor, nimalarga ishi yo'q aka. Olasiz. Endi bular yangi mashina emas aka. Olgandan keyin bir 6 oy, 7 oy baribir texot qilib turishadi. Bu chunki puli arzon, nima, ile pasroq yurgan, ishlagan, baribir xarajati bo'ladi buni. Endi yangi emas. Baribir 3-4 so'm xarajat qiladi, ha? 3-4 so'm, yo'q, hozir emas. 6 oy, 7 oydan keyin Matizlar o'zi shunaqa, tez xarajatlar. Mana shu qadavoy-padavoyga xarajat qilsa bo'ladi. Lekin atak hozir naqad yarmi oborot zat bo'ladi, chiqib pishib, xohlasalar shaxmat qo'ysinlar, xohlasalar 5 shaxmat taksi urib qo'ysa bo'ladi. To'g'ri. Buni nech pulga beramiz aka? Buni aka buni narxini $3100 deyapman aka. $3100. Bozorga aytilishi, bu obunachilaringizga o'zingiz bilasiz kelishtirib beraman aka. Qancha qilib beramiz aka? Aka, tochkasini aytaymi? Ayting aka, shu. Tochkasini ayting, sotilsin aka, baraka toping. Aka, 2800 dan 1 so'm kam qilib beramayman aka, chunki bu best. Best, ha? Best. Moshincha zo'r aka, idealni keladi, haydab ketaveradi aka. Gap yo'q. Bunaqa narxlarga o'zi endi bilmayman, savdo o'lganmi? Endi hozir arzon olyapmiz, arzon sotyapmiz aka. Arzon sotyapmiz. Mana bu boyagi 13 mana bu mashinalar bultur o'zingiz bilasiz 5000 dan ziyod edi-da. Shunaqa. 5000 dan ziyod dedi. Bu yil mana shu uchun narx bo'lyapti akajon. Endi tushganini hisobidan olib bizlar ham arzon sotyapmiz deydi. Juda yaxshi. Xullas. Do'stlar, 3100 qilasizlar. Akamiz nomerlarini aytdik. Bu-chi aka bu? Akajon bu
2008-yil. 2008 to'rtta pachka balon ha. Ha, yangi balon, yangi Karmita. diska qo'yilgan. Aka, buni Mana salon ishlarini bitta ko'ringlar. Asha chiroyli ekan. Tomlari, obshivkachalari qilingan. Pafon bilan bor. Buni kamchiligi yo'qmi aka? aka, bunga ozroq kamchilik bor. Xo'p, nima qilish kerak buni? Buni aka, endi mol sotsangiz, molni aybini bobojon Mana bemalol bu yerda turamiz. mol sotsangiz, molni aybini aytib sotsangiz yaxshiroq bo'ladi, halolroq bo'ladi. Albatta. Bu molimiz salgina yo'q. Yo'q edi, motor. Hamma yeyapti. Lekin dutab, unaqa jindilik qilib yurgani yo'q. Ertalablari shu zahat qilgan vaqtda kam yeydi. Yeydi, yakuni bor. Shunisini aytib qo'yay. Albatta. Majbur bu kelib qolsalar telefon sen aytuvding, motorni zo'r devding, endi bor motorni mana motorlari zo'r. Endi bunga kam yo'g'iydi, shunisini aytyapman. 4 ta yangi balon, yangi karburetor disk, chixol, polik, boshqa hech nimaga xarajat yo'q. Ha, metan gaz bu aka. Metan gazga turibdi. Metan gaz. Kapotib ochaymi, ko'rsatib. Mayli, bitta ko'rsak bo'ladi. Xullas, akamiz nima kamchilik bo'lsa, dangal shitir aytaptilar. Bunaqa ba'zilarga olib motor yaxshi deb yomon moy yeydigan bo'lib chiqmaydi. Bo'lmasa, hammasi aytilgan. Yangi akkumulyator qo'ygan ekan. Akkumulyator ham yangi. Ko'rishingiz mumkin, gidravlika, metan, hammasi joy-joyida turibdi. Buni necha pulga beramiz aka buni? Akajon, buni 3300 deyapman aka. $3300. Endi 3300 deganim bilan 3300 ga olishmaydi. Men aytaman aka, bu to'xta tochkasini aytaman aka. 3000 ga beraman aka. 3000 ga. Aka yana o'tib beraylik, motori mo'yyapti-ku. Yana o'tib beramiz. Aka, yana 100 o'tdim, boshqa o'ta olmayman. 2,5 bo'lmaydimi? Ha? 2,5. 2,5? Yo'q akajon, aka, 2,5 mingga sal zarar qo'yamizda. Hozir aytganingizdan tushamizmi aka? Telefon qilasiz. 2900 danmi? 2900 dan kam bo'ladi-da, jon aka. Motoriga 2900 motoriga o'tib ketsak bo'lar. Ha? Motorga uncha motor buni kalsavat qilish kerak akajon. Kalsavat qilsa bo'ladi. Qancha xarajat chiqadi? Kalsavatga aka ketsa agar 400 ming so'm pul ketadi aka. Ha, 400 ming so'm pul ketadi. Ko'p. Qolgan joylari xudosa akajon, aka, mana men aytyapman sizlarga yana bir bor. Moshin olishga kerakon bo'lsa, motorist, hadavis, kuzovchik, elektrik, amalizatorchik birdamas. Usto bemalol mana Ramon akani ham ayting. Kolxoz Pobyedaga shunday olib kelsa ko'rsatib olasiz. Tamom aka, shu obunachilaringizga aytadigan gapim shu. Ya'ni bugun moshin sotib, ertaga moshin pulashni to'xtatib qo'yayotgan odam emas. Xudo xolasa ishlaymiz. qarang aka. Mana bunisi-chi, sizdanmi? Akajon, ha. 8 aka. Bu aka yili 2009. Egasi Samarqandlik, region propiskasi Toshkentga. Ha. Matarus generalniga ham farqi yo'q. Aformitga ham farqi yo'q. Narxi $3300. $3300 kelishadigan joyi bor aka. Bu chisti benzin, gaz ko'rgani yo'q. Konditsionerlarigacha hozir ishlaydi. Motorxonasini ochaymi, ko'rsatamiz. Ko'rsatsak, konditsionerlar bor, ishlaydigan do'stlar, menimcha bosib olish kerak. Chunki yog'i yo'q, issiq bo'ladi. Ha, kelib ishlatib ko'rib olishsin aka. Motorlari moy yemaydi, ha? Yo'q aka. Aka, ko'ryapsiz-ku, yeykonini yeydi deb aytaman aka. Yemaykonini men nima qilaman yeydi deb. Yo'q. Qo'ynaga gap Damas bilan stollarni bosib, olib kelishsalariga xudo xolasa ko'rsatib oladilar akajon. Narxi ha, akajon, bunisi 2009-yil. Ha, 2009-yil $3200. $3200. Ha, kelishadigan joyi bor aka. Buni navrotlar bormi aka? Navarot. Navarot Poliklar, menimcha. Menga ham kalonka shu Chixol, polik, balon karbital, hammasi zakon aka. Qalonlari yangi. Pulchalari bor. Akkumulyator ham yangi. Akkumulyator ham yangi aka. Aka, buni qancha qilib beramiz? Aka, kelishtirib oxirida bitta chiroyli narx aytaylik. Osmondan Yana bor aka. Yana bor. Ha, nechtasi? Yana 3 ta moshimiz bor. Ana 3 ta. Yaxshi, aka. Qancha qilib beramiz?
bitta skidka zo'r bo'lsa. Skidkani zo'rini keyinroq qilib ber aka. Keyinroq. Keyinroq qilib ber. Zo'rini qilib beraman. Buni ham bitta chiroyli qilaylik aka. Aka, rovna 3 ga beraman. 3 ga. Endi hozir siz meni qiynayapsiz hozir bu obunachilaringizni oldiga. Endi men hozir nito bo'lib qolmaydi. Keyin bu hozir men sizga aytaman, telefon qilishgandan keyin aka sotib qo'ydim. Yo'q, u tushga tushib beraman aka. Hozir shunaqa hayplar bor-ku, telefon qilasiz, arzondan arzon bo'lashalar, telefon qilasiz, aka sotildi. Aka yo'q. Bu unaqa gap emas. Mana bu realni, mana bu 89 ta moshin bor. Realni kelishsin, pul bilan, usto bilan kelishsin, ko'rsatib ustiga, kapot ustiga sanashsin. Agar Samarqand shahar ichida bo'lsa, propiskalari shu shaharga yuritsalar agar, vikupga ham qilib beramiz. Kim bo'ladi? Bo'ladi. $3000. Tamam. Yo'g'ini gazini. Bu endi aka, mana bu bu qora olti nima buni? Gentra kraska solingan bunga aka. Hop, qora ko'rinadi o'zi. Xo'p, qora bo'ynagi katta bolalarning mashinada. Tonirovka qilingan. Salon vashi zo'r. Salon вообще aka. Yoshdan pul bosdi. 4000 aka. Chand so'lasi. Düğünü. Vashi zo'r ekan. Chuqob poliklari ham sifatli. Probegini o'zbekcha ko'ramiz. 258 mingdan ziyod. Bu probeg uzun ekan, xudo xolasa. Ha aka, probeg o'ziniki. Aka, mana shuga nechta mashin chiqqan bo'lsa, aka, bu probegi bor aka. Shu tarozidan urish yo'q. Qur'on 3 tomonda ketilgan. Shu bori mana shu olingan. Endi buni kim almashtirgan, kim orqa qilgan, kim oldin qilgan, Xudoning oldiga javob beradi. Javob beradi. Ha. Bu bori mana shu borini aytyapmiz aka. 2009-yil kraskasi, buni udarlari yo'q. Kep usto bilan boylagiga aytganimdek ko'rsat bo'ladi. Kraska nima uchun kraska qilinadi? Bu mashinalar qora-ku. Yuvaverasiz, boylagi marlning ichiga qum qirib, sirib, yag'baq bo'lgandan keyin polni asfalt qilib jentranikidan urgan. Juda yaxshi. Xo'p, do'stlar, bu ham balonlar ham yangi. Yangi aka, 4 ta yangi karmital disk. Balonda 4 ta yangi pachka olib qo'yilgan. Vashi zo'r, gap yo'q. Xo'p, gidravlika, motor, hammasi chiki, xudo xolasa. Propan gaz. Xo'p, buni aka qancha beramiz? Aka, buni narxi sal qimmatroqda. Buni qancha qilamiz aka? Kelishtirib ayting aka. Aka, buni narxi $4000. Aha. $4000. Shu endi 4000. buni keladilar-ku. Kep buni o'zini muxlisi bor-da. Bu mashinada o'zini muxlisi bor. Onaga har bitta odam mana hamma ololmaydi buni. Buni qaro haydaykan buni kulturni bolachalar bor-ku. Chiroyli mini biraykan bolalar bor. Ularga narxi farq qilmaydi. Buni shu uchun bir gala pulga men qildirgan bu ishni. Shu uchun 4000 deyapman, kelib, onaga ustosi bilan kelib ko'rib, tekshirsin, o'sha vaqtda o'tib beraman, kelishtirib beraman. Shu vaqtda o'tib beraman deyapti. Xullas, yo'g'ini telefonda nima qilasan? Mana bunisi aka 2004-yil. Mana bo'ynaga aytakan bonus. Aha. Narxi aka $2800. 2800. Yana o'tib beramizmi? Yana o'tib beramiz aka. Yana o'tib beramiz aka. Oho. 2800 dan ham o'tib beramiz aka, xudo xolasa. Gap yo'q. Bu ham aka bitta obzor qiling, 4 ta yangi balon akajon, mana nimalarigacha turibdi aka, do'lablarigacha turibdi. Salonchalarini nima qiling? Salonchalarni bitta ko'rib oringlar. Skidkaga tushgan mashin 753 probeg ko'rsatyapti. 753 mingdan ziyod vizoregistrator, chexol polik, salon ichlari yaxshi holatda ekan. Nima deysizlar? Samarqand mashina bozordagi narxlar. Xo'p. 2800 dan pastda bor deyapti. Propan gaz. Motor mo yemaydi? Yo'q aka, yo'q. Hadavoy yaxshi. Motor, hadavoy, salonga ishi yo'q aka. Hozir olasiz. Ishingizni qilib yuraverasiz aka. Bor mashin aka 1800 ga ham bor mashin bozorga. 1700, 1800, 2000 ga ham bor. Lekin mashinda olib bu ustaxonaga olib borib remont qilib bunga remont aka, bunga bitta notaruska borasiz. Generalni xohlasangiz generalni olasiz. Xohlasangiz olib sotda afonini qilib beraman. Farqi yo'q. Farqi yo'q aka. Gap yo'q do'stlar. Telefon qilasizlar. Akamiz bilan kelishib olaverasizlar. Nexa'ni ham qo'shamizmi? Ichiga yo'q. Bu nech pul aka, prosta? Aytaylik. Nexa kerak bo'lsa. Nexa ham endi o'sha Matizlarning ichiga kelib qolgan. Aha. Matiz berdik, joyiga berdilar buni. Aka buni
kelishtirib beraman buni ham aka. 4,5 ming dollar. Yillicha 15. 2015 4,5 ming dollar. Motor qanaqa buni? Ha. 1.6 1.6 motor, metan qo'yilgan. metan qo'yilgan. Gap yo'q. Buni kelishtirib beramiz, ha? Kelishtirib beramiz 4,5 ming Geriblik dollar. oyna. Do'stlar, yana to'liqroq ma'lumotlar kerak bo'lsa, akamizga telefon qilinglar. Albatta, yog'ini ustalar bilan ko'rsatib olsangiz bo'ladi. Aka, oxirida bitta telefon nomeringizni aytib boring. 95lik aka. 95lik. 771 53 54. 771 53 Ha. 54. 54. Bo'ynaga nimaga kommentariyaga kiraman ba'zi vaqt. Akalar, so'kishmanglar. Men просто realni narxda aytyapman. Moshin furushlar ba'zilariga yozadi-da kommentariyaga Ha. yo'q deb. Lekin men realni narxlarda aytyapman, yana kelishtirib beraman aka. Kelishtirib berasiz, ha? Obrachilarga chiroy narxlarda. Hammasini sunnatiga mana shu aytilgan narxlarimdan kesalaring, ustalaringiz bilan kesalaring, aytilgan narx mana bu oxiri deyapman-ku, o'sha oxiridan ham arzon qilib beraman. Tamam, qilib berasiz. Aka, kattakon rahmat. Salomat bo'ling aka. Bosh. Yaxshi kunlar Obunachilarga fursat qilasiz. Salomat Charchamang. bo'ling. Qancha vaqt bo'ladi? 40 minutdan bo'lib qoldi videomiz. Xullas do'stlar, like bosinglar, kommentar fikringizni yozib qoldiringlar. Sizlar uchun ham mehnat qildik. Charchamanglar.